Assalomu alaykum. Nihoyat sizlar bilan radon sumka yig'amiz. Birinchi bo'lib bizga snacklar kerak bo'ladi. Keshu, magis, olma, banan, shokolad nima yaxshi ko'rsanglar oldinglarda sumkalar bo'lsin. Chunki og'zinglar juda ham quriydi. Agar mana shunaqa termos ko'rsanglar, trubочкali olinglar, rosa ham kerak narsa ekan. O'zingiz uchun pastel va sochiqlar kerak bo'ladi. Oling, esingizdan chiqib qolmasin. Pijamani ham именно mana shunaqasidan olish kerak ekan. Men bilmagandim. Bitta kosmetichka, bittasida o'zingizga kosmetikis, bittasida tabletkalar, dorilaringizni, vitaminlaringizni solib olsangiz bo'ladi. Zubная pasta, zubная щетка обязательно. Va o'zingiz uchun kiyishga noskilar, o'qishingiz uchun kitoblar to'g'riqdan keyin kitob o'qib yotsangiz bo'ladi. Chunki bola ko'p o'qiydi. Va домашняя тапочка. Endi esa bola uchun plyonkalar rosa ko'p kerak bo'ladi. 6 ta 7 ta обязательно влажная салфетка va kiyim olganda mana bunaqa body emas, aynan mana shunaqa ko'rsatganimdagi tugmali olsangiz kiydirishga oson bo'ladi. Shapkani ham bunaqasidan emas, ipligidan oling, chunki boshini qimirlatganda yechilib ketadi. Chaqalog'imiz uchun noskichalar ham olamiz обязательно. Hozir endi mana shunaqalari ham chiqqan ekan. Olinglar, tayyor. Chaqaloq uchun dastro'molcha va ko'rpacha, o'zingiz uchun zaryadka va tasbeh oling.